Barchangizga salom obunachilar, sizlar bilan men Nurbek Boyman. Bugungi videomizda biz Minecraftda qishloqda o'tishni o'rganamiz. Unda boshladik. Boshdan ko'rsatib qo'ying. Play'ni bosamiz va mana bu yerda New degan joyi bor. O'sha yerga bitta bosib va Advanced degan joyga bitta bosamiz. Mana bu yerda name va set degan joylar bor. O'sha set degan joyga biz yozamiz. 24 deb yozamiz va bosdik. Yana bu yerda mana bu yerda spawner ham bor. Mana bu yerda qishloq ham bor. Mana qishloq. Katta qishloq o'zi ham, lekin bunisida tuzuk narsani o'zi yo'q. Endi esa bu yerlarga ketamiz. Mana katta qishloq bu. Men faqat shunday bunisida qiziqarli narsalar bor. Mana bu. Unda biz ikkinchi qishloqqa o'tamiz. İkinci qishlog'imizning nomi endi PAC bo'ladi. İkinci qishlog'imiz va mana bu qishloq har xil joylarda joylashib ketgan. Mana bu bechora jiteli ichkarida qolib ketgan. Mana shunday joylar bor bu yerda. Har xil uylar, eshiklar, derazalar hammasi yopishib qolgan. Xo'sh. Tuzuk narsa bor, uyni o'zi yo'q. Lekin survival qilamiz. Bechora jitlar amal Xo'sh, endi 3-chi qishlog'imiz. RAAT deb yozasizlar 3-chi qishlog'imizga. Xo'sh. Va yana mana qishloqcha. Bu joyda zo'r narsalar bor. Mana bu yerda juda zo'r narsalar bor. 6 ta obsidian, bitta oyoq kiyim, 3 ta ovqat, 3 ta non va 1 ta olma. 6 oygacha. Lekin mana bu yerda katta kon bor. O'shani yaxshilab qidirsangiz oltin ham chiqadi. Bir dunyo temir ham chiqadi. Mana bu yerlarni ham ko'rishingiz mumkin. Endi esa 4-chi qishlog'imizni yozamiz. Bu qishloq esa menga yoqmaydi bu qishloq. Hech narsasi yo'q qishloq. Faqat uylar bor. Shu ikkita eng katta uylar, 3 ta eng katta uy bor, tamom. Boshqa hech qanday uy yo'q. Bitta kompon bor, tamom. Boshqa baribir hech narsa topolmaysiz bu qishloqda. Lekin baribir ketaman. Endi 5-chi qishlog'imizni bunisiga uchta yozamiz. Va yana bitta qishlog'imiz tayyor. 3 ta deydi. Bir dunyo narsalar bor. Bu qishloqda ham men o'ynaganman. Nega narsalar bor? Yana keyin mana bu yerga
Xo'sh, endi agarda video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'ying. Xayr.